Vyetnam haqida juda ham ko'plab videoroliklarni ijtimoiy tarmoqlardan topishingiz mumkin, lekin bu videoda siz yomg'irli Vyetnam bilan tanishasiz. Ketdik. Danangda yomg'irli mavsumda ayrim mahalliy aholi haftalab quyosh nurlarini ko'rmaydi. Bu esa ularda mavsumiy depressiyani keltirib chiqaradi. Hatto shifokorlar buni yomg'irli apatiya sindromi deb atashadi. Vyetnamning Da Nang shahri faqatgina o'zining tabiat mo'jizalari va ochiq havodagi aylanish maskanlari bilan turistlarni o'ziga jalb qilishini bugun bilib bormoqdamiz, chunki biz iloji boricha harakat qilyapmiz ob-havoga qaramasdan qandaydir bir qiziqarli sayohat uyushtirishga, ammo hech qanday variantimiz yo'qligini tushunib yetyapmiz. Hattoki bu yerdagi shopping mall, ya'ni oddiygina savdo markazlari ham turistlar kelishi uchun mo'ljallanmagan. Yana bir qiziqarli fakt. Danangda 1999-yilgi toshqin paytida yomg'ir shunchalik kuchli yoqqanki, 7 daqiqada bir mahalla butunlay suv ostida qolgan. Odamlar tomlarda tunashga majbur bo'lgan. 5000 dan ortiq uy yaroqsiz holga kelgan. Kutilmagan muammolar innovatsion yechimlarni talab qiladi deganlardek. Innovatsion mas'ul, lekin baribir yechimni topdik. Shuncha birga sayohatga kelgandan keyin albatta uni gashtini chiqarish kerak. Bunda esa qandaydir yomg'ir bizga xalaqit bera olmaydi. Hattoki u to'xtamasdan 3-kun ketayotgan bo'lsa ham. Havo qanaqa bo'lishiga qaramasdan albatta birinchi navbatda sohilga ham borish kerak va bunday g'oya faqatgina menga kelmagan. Sohilda hozirning o'zida cho'milayotgan insonlar juda ham ko'p va bu pozitiv fikrlash haqida gapiradi. Pozitiv fikrlaydigan insonlar qanday ob-havo bo'lishidan qat'iy nazar baribir maza qilish yo'lini topishadi. Shunday ekan, sohil manzarasidan bahramand bo'lamiz. Yomg'ir qanchalar to'xtamay yog'ayotganligiga qaramasdan baribir havo issiq. To'xtamasdan yomg'ir bu yerda dahshatli holgacha kelishi mumkin. Mana misol uchun 1964-yil bu yerda bir kunda 1287 mm yomg'ir yoqqan. Bu insoniyat tarixidagi eng kuchli tropik yomg'irlardan biri. Danangda yomg'irli mavsumda ayrim baliqchilar 10 kun dengizga chiqmaydi. Ular bu yomg'irni tashvishli suvlar deb atashadi. Aytishlaricha yomg'ir yog'sa dengiz ham g'amgin bo'ladi, ammo bu mening kayfiyatimga ta'sir qila olmaydi. Kutilmagan va noodatiy holatdagi sayohatning ichida albatta qiziqarli faktlar ham bo'lishi kerak. Diqqat bilan eshiting va Vyetnam haqidagi foydali ma'lumotlarni bilib olasiz. Marhamat. Vyetnam Osiyodagi eng arzon turizm nuqtalaridan biri. Ovqat, taksi, tibbiy xizmatlar anchagina hamyonbop. Milliy taomi pho, go'shtli nudl, ya'ni lag'mon sho'rva har joyda uchraydi. Vyetnamcha kofe dunyodagi eng kuchlilardan biri hisoblanadi. Rasmiy tili Vyetnam tili. Lotin alifbosiga asoslangan, lekin talaffuzda juda ko'p tonlar mavjud. Ya'ni xitoyliklarga o'xshab, tug'ushlar ham ularda ma'noga ega. Gohida hayotimizda kutilmagan vaziyatlar bo'ladi. Sen o'ylamagan joyga, o'ylamagan holatga tushib qolishing mumkin. Bunday vaziyatlarda esa eng muhimi bir narsani unutmaslik. Nima bo'lishi senga bog'liq emas. Qanday qabul qilish senga bog'liq. Vyetnamga 7 kunlik sayohatga kelgandim va uning birinchi 3 kuni mana shunday yomg'irli bo'lib o'tdi. E'tibor bergandirsiz, videorolikning boshi birozgina depressiv boshlangan bo'lsa-da, so'nggi daqiqalari baribir pozitiv notalarga chiqa oldi. Va mana shunday 3 kunlik yomg'irlardan ham qandaydir insight olishga inson muvaffaq bo'ldi. Va oddiygina bir holatga nisbatan video blog tayyorlagan edim, ammo gap bu yerda yomg'ir haqida ham emas, holat haqida ham emas deb bemalol ayta olaman. Video blogimdan asosiy maqsad sizlarga qandaydir oldindan tayyorlangan ssenariylar asnosida qandaydir bir qiziqarli kontent taqdim etish emas, balki live, ya'ni jonli muloqotni amalga oshirish edi. Menimcha, men buning uddasidan chiqa oldim va video blogim sizlarga ham qiziqarli bo'ldi. Bu shunchaki birinchi videorolikimiz edi. Yana keyingi sayohatlardan ham videoroliklar tayyorlab boraman. Undan tashqari, aynan bu video blogimda siz juda ham foydali bo'lgan notiqlikka oid va umuman psixologiyaga,
ta'sir qilishga oid bo'lgan qiziqarli videoroliklarni topa olasiz. Shuning uchun ham obuna bo'lishni unutmang va albatta bu videorolikka ham like bosib qo'yishingizni so'ragan bo'lardim. Chunki bizning jonli muloqotlarimiz davomida biz yana ham ko'proq ma'lumotlarga, foydaliroq bilimlarga ega bo'lishimiz mumkin. Shu o'rinda bu mening akkauntimdagi birinchi videorolik bo'lar ekan. Akkaunt haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bejizga akkauntni bayoni meros deb atamadim. Bayoni, ya'ni tushuntirish, batafsil ma'lumot berishlarning meros qilib qoldirish maydonidir men uchun bu akkaunt. Insondan avvalambor yaxshilik qoladi. O'zbekiston insonlar uchun, odamlar uchun men birinchi navbatda foydali bo'lgan bilimlarni mana shu akkauntda katta videoroliklarimda taqdim etib boraman. Shunday ekan, bu videorolikning xulosasiga notiqlikning ham bir xulosasini qo'shib o'tmoqchiman. Hayotda nima bo'lishi bizga bog'liq emas. Taqdir deyishimiz mumkin. Ammo bo'layotgan ishlarni qanday qabul qilish bizga bog'liq. Xuddi shu kabi nima gapirishingizdan da muhimroq bir omil bor, u ham bo'lsa qanday gapirishingiz. Aynan qanday gapirishingiz sizning gap so'zlaringiz qiymati-yu qadrini aniqlab beradi. Doimo pozitivda bo'lishingizni tilab qolamiz va albatta men bilan birga bo'lganligingiz uchun kattakon rahmat deya vaqtingizga rozi bo'ling deyman.